Mana og'aynilar mantiq qizg'onga qo'yib qilganmiz o'zimizcha. Mana kay. Mana bu. Mana tushonka bo'lib qolgan. Mana go'shtlarni qaranglar-da. Boya bittasini yedik desanglar. Go'shti, yog'i, mana kay. Suvni ichi go'sht tilib suvga aylangan suvi go'shtlik suv deydimi, nima deydi? Ta'miga gap yo'q ekan. Dadasi ko'pincha go'shtdan qilardi oldin, mol go'shtidan olib kelib. Bu qala tildan qildik. Mana bonkani anasida ham kasalkasida ham bonka qo'yilgan, tagiga sachoq to'shalib, mana kay. 9 ta bonka bo'luvdi. Hozirchalik 2 tasi ketdi. Endi nasib bo'lsa, abedga kechga tugasa kerak menimcha. Quyoshga ko'rsataymi-ka? Tilib ketishiga ozgina qolgan mana kay. Tilib ketishiga ozgina qoldi. Ammo ochilma bilinmaydi qanday, bonkani ichida.